barchalaringizga bizda keyingi lokatsiya Prestige restorani. Biz Feruza opamni xursand qilamiz. Hozir umr yo'ldoshlari Murod aka nomlaridan oyijonlariga Mahfuza opamga rahmat aytamiz. Umr yo'ldoshlari nomlaridan bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun umr yo'ldoshi sizni xursand qilish niyatidadir. Seni hech qanday shaksiz sevaman. Dunyolar kerak emas, borim beraman. Allohim nasib qilsa, hali ko'p yoningda bo'laman. Seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Azizam asrabek sevgi shahrimiz. Aslo tugamasin bahor faslimiz. Qalblardan ketmasin misol vaslimiz. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Bayraming muborak bo'lsin. Samarqandimizning barcha faxrli insonlari, muhtaram xonimlar hamda janoblar, bugun million jamoasi Prestige restoraniga qadam qo'yishdan qilishning asl sababi bor albatta. Feruza opa, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Badiiy sahnamizga yaqinroq taklif qilsak bo'ladimi sizni? Keling, Feruza opa, bu tarafga taklif qilamiz. Sahnamizga yaqinroqqa. Happy birthday deymiz. Javrashning emas albatta. Menimcha yangrab o'tgan musiqiy taronlardan ko'nglingiz sezayotgan bo'lsa kerak. Kimning nomidan kelganligimizni albatta qarisirlaringiz. Muhabbatlaringizga ko'z tegmasa iloyim. Feruza opa, albatta umr yo'ldoshingiz Murod aka nomlaridan tashrif buyurdik. Hozir kiraverishda tashqarida gaplashib qoldim. Menga tushuntirib beryaptilar o'zbek tilida. Bugun juft halolim tug'ilgan kunlari. Xursand qilmoqchiman deb aytdilar. Nimalarni yetkazib qo'ya deganimda judayam bir katta niyatlar bilan bitta yostiqqa bosh qo'yganmiz. Shu insonni tanlaganman. Umrimning oxirigacha, so'nggi nafasimgacha seni sevaman deya. O'rtamizda xiyonat ko'chasi bo'lmadi. Allohga shukr. Sevgi, muhabbat, sadoqat, vafo kabi chiroyli rishtalar bilan hayot kechirib kelmoqdamiz. Men uni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Jonimni so'rasin, jonimni berishga tayyorman. U meni borim, meni dunyoyim, meni baxtim, hayotimni mazmuni. Bilmadim endi bu sevgi, muhabbatimni sizga qanday so'zlar bilan ta'riflab bersam to'g'ri bo'ladi. Men adashmagan ekanman. Farzandlarimga to'g'ri ona, o'zimga suyukli, vafoli yor tanishdi. Aslida har bir kuchli tegordida kuchli ayol bo'ladi aslida. Onasi bo'lsa, volidasi bo'lsa, birinchi galda, ikkinchi galda ayol bo'ladi. Men baralla ayta olamanki, faxrlanaman. Mana shunday insonim borligidan. Yaxshimga ham, yomonga ham qo'ygan, injiliklarimni, erkaliklarimni so'zsiz ko'targan, borimga ham, yo'g'imga ham sabr qildi. Rahmat aytmoqchiman, chunki hayot insonda hamisha bir tekisi bo'lmaydi. G'amli kunlar ham bo'ladi, dardli kunlar bo'ladi, xursandchilik davrlar bo'ladi. Nimaki bo'lmasa meni yonimda bo'lgan, meni qo'llab-quvvatlagan inson. Yaxshi so'zini, shirin so'zini mendan ayamaydi. Chiroyli kutib oladi, shirin ovqatlar qilib beradi menga. Endi bitta ayol bo'lsa shunday bo'lar. Yaxshi ko'raman, yetkazib qo'ying. Ba'zi erkaklar shu sevgi, muhabbatdan aytishga biroz uyalishadi, ba'zida imanishadi. Bugun siz orqali yetkazib qo'yay, umr uzoq bo'lsin. Birgalikda qo'sha qaraylik. Chiroyli hayotga yashashni bizga nasib qilsin. Haqiqat rost, sog' bo'ling. Iloyim baxtli bo'laylik. Hech qachon ko'z tegmasin baxtimizga, yaxshi ko'raman deb aytyaptilar. Agar ruxsat bersangiz, Feruza opa, bu yerda bir chiroyli she'riy satrlar bor. Sizga aytilgan, o'zlari yuborganlar bizga o'qib eshittiring deya. Mayli, o'qib eshittirsin. Marhamat. Suyagani hassadan kechib, o'zim senga qaramoqchiman. Sevaman deb qasamlar ichib, men sen bilan qaramoqchiman. Yuzimizga tushsa-da ajal, o'shanda ham jonim berib jam.
Seni chindan sevganim uchun men sen bilan qaramoqchiman. Chol kampir bo'lib beramiz. Farzandlariga bosh tektiramiz. Birga rohatini ko'ramiz. Men sen bilan qaramoqchiman deyapti. Inshaalloh bilasizlar, siz uchun ko'rsatib o'ylash nomlardan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Betakrorsan shunchalar go'zal, yaratgandan dunyo basar, seni ko'rib baxtli sezar. Sen meni hammadan ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib ol, sonmayli jonim so'rab qol, keyin meni oshiqligim ko'p. Shukolaringizga xizmat qilsin. Firuzani yonlarida onajonlari bor, Mohira opa. Assalomu alaykum. Bugun aslida onamni bayramlari. Onam deganman hayotda, ikkinchi onam deganman. Meni kuyov demaganlar biror marta. Doim boshimdan silab o'g'lim deydilar. Juda ham yaxshi ko'raman jonimni. Sog' bo'lsinlar baxtimga. Mana shunday qizni hayotga keltirgan insonlar u kishi. Chiroyli tarbiya qilganlar, ibosi hayosi bilan qo'limga ishlab topshirganlar. Dunyo turkicha tursinlar. Bizning huzur halovatimizni, omadimizni, yutuqlarimizni ko'rish hamisha nasib ro'zalashni tilakdoshimiz. Hurmat qilaman deb aytyaptilar. Agar ruxsat bersangiz, mikrofonni birinchi marta sizga uzatmoqchiman. Qizaloqingiz uchun, o'g'lingiz, qolaversa tashrif buyurgan mehmonlar uchun aytmoqchi bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shunday kelib, mana shu yaxshi kunlarga qo'shilganlaringiz uchun Alloh ishlaringizni bundan ham ziyoda qilsin. Ana qizim Feruza bonu, mana kuyovim Murodjon. Alloh ularni qo'sha qaritsin. Farzandlarini boshiga sog' salomat yursin. Mana kelgan mehmonjonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Nuri didar toji sar. Yana bir bor tabriklayman hammalaringizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga tabrik o'qinam, sog' bo'sh salomat. Assalomu alaykum. Avvalambor xush omadingiz hamma ko'rgan. Yurus ro'zinazam, ro'zi xursandem. Amzaling yonakam va istodeton rahmat hamma ko'rgan. Men xursandman biz. Avvalambor joydan va hech kutmagandim. Sürpriz şu. Aşkım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah başımızdan seni eksik etmesin. Rıza, hoş avvalambor moderi azizama tebrik ederim modarko. İmroz. Çünkü hani Rıza bu onda gelme moderi azizam biricik sababçı. Ben hayatta möl azabaya didam, gal didam, xestam. Ama vaxt yanımda دو خانوتم بودن یک دش پدرم یک دش مادرم پدرم این خیلی زویم ندن شایشان هم تو معلوم خدا رحمت کنه بیداییم ماندگی عمرکشون هم بیه متیت سرکی مانده ساخ سلامت کردن بی درد و بی غم دو گویم شده کردن همه وقت خمید چی دیدگی باشم هم نه از گنده رزم همه وقت پشتم وقت بیه بودن رحمت بیجام Saraki bunda sağ salamat geldi. Burada dilekleri var mı? Ayolunuz için, onajonlar için. Öncelikle ben Allah'ın tanesi, annesi hoş geldiniz. Ben Özbekçe, Hacıcı Efendim yapıyorum ama sunumu var ve ben Türkçe getireceğim. Öncelikle dünyada bir tane güzel dil var. Bir tane dil, o da şirin dil. Annesi saygı, hürmet,
her şeyden önce gelir. İnsan birbirini sevsin, yüreğinde yaxşı tutsun, başında tutsun. Eğer de ayağı da, anne de, ata da, oğul da, var da farkı yok bizim için. Ben sizi çok seviyorum. Sizin için buradayım. Teşekkür ederim. Bunaqa sevgili hozirgam hurmatli mehmonjonlar to'g'risini aytaman. Ayolini e'zozlaydigan, ayolini hurmat qiladigan o'zi aytyaptilar mana ayollarini, onalarini hurmat qilish kerak deb. Mashalloh, ko'z tegmasin. Baxtli bo'ling Murod aka, sevgan insoningiz bilan. Baxtingizga hamma havas qilsin, har doim hech qachon ko'z tegmasin. Xo'p, opajonimizni tabriklab qo'ymoqchi bo'lganlar bormi Feruza opamni? Mehmonjonlardan. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar amoladingiz. Mana bugun Feruza ukamizni tug'ilgan kuni uchun yuzga kirsin, mana oilasining boshiga sog' salomat bo'lsin, bizlarning boshimizga. Nima niyat qilgan bo'lsa, ilohim hamma niyatlariga erishsin. Nima deyman, baxtli bo'linglar. Hammamiz ishqib sog' salomat bo'laylik. Bu yil ham shu ko'payishib mana shu o'tadi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Albatta, yuqoridagi barcha tilaklarga qo'shilgan holatda Feruza opa biz sizga shirin torta taqdim qilishga tayyormiz. Chehra shamchiroqlar bilan birgalikda happy birthday deymiz, jamlansangiz marhamat. Happy birthday, jamlansangiz. Feruza opa, islom qo'lingizga oling, farzandingizni baxtli bo'ling yana bir karra. Bugun sizga faqatgina baxt emas, tug'ilgan kuningiz yana bir karra muborak bo'lsin. Bilal jamoasi tomonidan tabriklaymiz. Bu maxsus qarsaklar siz uchun bo'ladi. Azizlar, navbatda professional fotografga taqdim etsak, esdalik o'tuvchi chiroyli suratlarga olib qo'shadi. Undan so'ng prestij restoran tomonidan siz uchun maxsus sho'x musiqiy tarolar taqdim qilinadi. Salomat bo'ling deymiz, yaxshi o'tkazinglar.